Assalomu alaykum qadrdonlarim. Yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi? Ming bor uzr aytgan vaqtimizdan ozginaga kechikdik. Bugun bizni Havas musiqa va san'at maktabimizda ko'pchilikning xabari bor. Foydali gimnastika kattalar uchun tashkil qilingan. Kelinlarim shunga tushib ketishgan edi, bolalar men bilan edi. O'shaning uchun terlapishib ketdim, yugurib harakat qilaman deb bolalarni joy-joyiga qo'yib, keyingi xonaga joylashtirdim. O'yinchoqlarni berib, kattalarga tayinlab chiqdim. Xullas, kelin qizlarimizni, umuman uydagi ayollarimizni hammalarni bu darslari 20-30 da tamom bo'ladi. Ungacha bolalar menda bo'lishadi. Yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi? Kech qolganimiz sababi shu. Terlab ketdim bolalar bilan. Bor bo'lishsin, omon bo'lishsin. O'zidan ko'paygurlar. Shunaqada bolalar endi. Sog'liklaringiz yaxshimi? Bugun mana juda ham ajoyib kunda turibman, xursandman, juda ham xursandchilik kundaman. Chunki shu bugun ertalab qarasam Instagram sahifamni 200 mingta bo'libmiz. Buning uchun siz azizlarimga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Oddiy bir onani qo'llab, quvvatlab, bizga a'zo bo'lib, biz qo'ygan shu har xil oilamiz haqidagi, bolalarimiz ijodi haqidagi, maktabimizda bo'layotgan yangiliklarni qo'yib boraman-da asosan men o'zimning sahifamda. Mana shularga qiziqish bildirib, uni ko'rib, fikr mulohazalaringizni bildirganingiz uchun barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz oilamiz nomidan. Rahmat hammangizga. Asosan bizni sahifamizdagi muxlislarimiz deymizmi, obunachilarimiz deymizmi, mendan ko'pincha bola tarbiyasi haqida so'rashadi. Bu tabiiy 4 farzandni ozmi ko'pmi yo'lga qo'yib, o'z o'rinlarini topishlarida yordam bergan bir ona sifatida mendan maslahatlar so'rashadi, o'zlarining savollarini berishadi. Albatta bu bizni quvontiradi. Qaysidir ma'noda o'z sahifamizdagi shu berib borayotgan roliklarimiz, videolarimiz orqali kimlargadir foydamiz tegayotganidan. Internet yaxshimi? Mana помахать руку deyaptimi? Bola tarbiyasi haqida endi baribir nima desa bo'ladi, aniq bir tarbiyani yo'li, usullari bo'lmaydi. Baribir bolalar o'sha oilada, hayotda ko'rganlariga qarab ulg'ayib borishadi. Asosan nima qilish kerak farzand tarbiyalashda? Onalar, biz oddiy onalar nima qilishimiz mumkin? Nima qilishimiz mumkin? Bizni qo'limizdan alla aytish keladi, ertaga aytish keladi. Har xil voqea, hodisalarni chiroyli qilib, bolalarga mos va xos qilib to'qib aytib bersak bo'ladi. Bitta voqeani sizlarga aytib beray. Dostonbek bolam hech voqea esimdan chiqmaydi-da. Shu 4 yoshlar atrofida bo'lsa kerakda, 4 yosh, 5 yosh atrofida mahallaga chiqib o'ynab yurardi. Bir kuni ko'chadan ko'zlari bir boshqacha hayajonda, haligi nima desam bo'ladi, ajablanib hayratda qolgan odam bo'ladi-ku, shunaqa holatda yugurib keldida, mahkam uni quchoqlab, "Ayonjon, ayajon, falonchi o'rtog'imchi, falonchi o'rtog'im, o'shani oyisi o'gay ekan" deydi.
voy bolajonim, nimaga unaqa deyapsan? Nima bo'ldi desam, hozir ko'chada o'rtog'im bilan yugurib o'tdik, o'rtog'im yiqilib tushdi, rosa qattiq yiqildi, tizzalari shilinib qonab ketdi. Oyisi bo'lsa chiqib uni silab siypalab voy bolam deyishi o'rniga qattiq urdi ayajon, uni oyisi o'gay deydi. Bolalarcha tasavvurida bu endi Dostonbekni. Voy bolam dedim. Yo'q, uni onasi o'gay emas bolam. Ba'zan onalar ham charchaydi. Shunaqa holatga tushib qolgandir-da bolajonim. O'gay emas onasi dedim. Qarang. Bu ham bitta tarbiyani yo'li. O'sha joyda boshqacharoq gapirsam ham bo'ladi. O'sha onani yomonlab yoki voy bu nimaga bunaqa qildi, qanaqa ona ekan deyish ham mumkin. Lekin bolani tasavvurini bir chiroyli narsalarga qaratish uchun ham o'sha ona ham charchashi mumkinligini aytib o'tish ham mumkin-da. Endi boyagi Dostonbekni bolamni o'sha 4 yoshligidagi bu o'gay ona ekan, bolasini urdi qarang deb gapirishi esa eshitgan boyagi allalarini, boyagi ertaklarini bir natijasi. O'gay ona haqida, haqiqiy ona haqida, oddiygina yaxshilik va yomonlik haqida, hattoki o'sha o'rtog'imni biz uyga olib kirib biz boqaylik deyapti-da, ko'zlarini mo'ltiratib. Demak, o'sha Dostonbek bolamda odamlarga yaxshilik qilish borasidagi bir tushunchalari ham boyagi ertaklarda kamol topdi. Tasavvurida joylashdi. Katta bo'lgan sari bu narsa rivojlanib boraveradi. Onajonlar, aziz yosh onalar, otalar, faqat onalar emas, otalar, bobojonlar, buvijonlar, bolalarimizga ko'proq ertaklar aytib bersak, o'sha hali yosh go'dak paytida ularni tasavvuri shuncha boyiydi, shuncha mustahkamlanib boradi, o'sha yaxshilik va yomonlikni ajratadi. Hammasini bolalar ertaklarda o'rganadi-da. Boshqa narsada o'rgana olmaydi. Tarbiya haqida shuni aytishim mumkin. Ilk tarbiya berish ma'nosida. O'zinglar yaxshimisizlar? Darrovda gapga o'tib ketibman. Sog'liklaringlar yaxshimi? Qayerdan kuzatyapsizlar bizni? Ob-havolar qanaqa? Salqin bo'lib, havo ham mo'tadil bo'lib qoldi, behisob shukr. Boyaga o'ta issiqlardan ham o'tib oldik mana. Yana menga bir obunachimiz yozdilar-da bir kun. Ana o'sha obunachimizni yosh ona ekanlar, gaplari, menga yozgan fikrlari juda ham meni ta'sirlantirdi. Aytayaptilar, o'sha boyagi ko'pchiligingni ko'rgan bo'lsangni kerak, Dostonbek bolam bilan bir kun ko'chaga chiqdik marojniy yeyishgada, mehrim toblanib ketib, darrov o'zimcha hali blogerlik qilib videoga olib qo'ydim o'shani. Qo'ymang, ayajon qo'ymang deganida o'zi Dostonbek, lekin men qo'ygim keldi, qo'ydim. Unga hamma har xil fikr bildirdi. Albatta ona sifatida mana bu jahlimga tegadi. Biz onalar shunaqamizda, o'zimizga nima deysa ham chidaymiz, lekin bolamizga bitta tosh otilsa, bitta minus narsa gapirishsa chidolmaymizda. Bir ikkitasiga men javob qaytargan joylarimni ko'ribdilar-da, menga yozdilar. Yosh ona ekanlar, Matluba opa, sizga juda ham havas qilaman. Doim farzandlaringiz tarafida bo'lasiz. Men sizdan ko'p narsani o'rganyapman. Men ahmoq ona ekanman. Kimdir agar meni farzandlarimni, misol qarindoshlarimni, kimdirda endi yoki bir maktabda o'qituvchisimi deylik, tarbiyachisimi, qo'ni qo'shnilarmi farzanding shunaqa yomon desa,
qo'shilishib kerak bo'lsa sababini so'ramasdan nima deydi, tarbiyaviy soat o'tar ekanlarda. Xullas, o'sha urib so'kishlar, baqir chaqirlar, keyin bo'lsa nimaga ham shunaqa qildim deb afsuslanib yig'lab o'tirar ekanlarda. Onajonlar, bir tajribali, boshimdan ko'p narsalarni o'tkazgan ona sifatida aytamanki, bolangizni ustidan kimdir shikoyat qilsa-da, kimdir nimadir desa, darrov bolani urib so'kib, "Sen o'zing yomonsan" deb ketish noto'g'ri. Bolangiz bilan o'tirib gaplashing, nima bo'ldi ekan. Gaplashsa bola ham ichini ochadi. To'g'ri, hozir juda haligi nima desam bo'ladi, hammani ishi qaynagan, qizg'in, hayot jo'shib davom etyapti. Hech kimni bolaga vaqti bo'lmayapti, uni dilini so'rab, ochib, xotirjam gaplashishga. Lekin bir og'iz so'rab ko'ring. Kimdir sizga bolangiz haqida yomon fikr aytsa, "Voy bolam, nima bo'ldi?" Nima bo'ldi desangiz ham aytmasligi mumkin. Bir o'shani aytishiga yo'l toping. Mana yaqinda Qashqadaryoda bitta voqea bo'ldi. Hamma ko'pchiligini ko'rgandirsizlar, eshitgandirsizlar. Maktabda 12 yoshli bola maktabdan kelganda shunda popkasini hovlidagi so'riga qo'yib, og'ilxonasiga kirib, o'zini o'zi osib qo'yibdi. 12 yoshli bola, o'g'il bola. 12 yoshda bilasizlarmi nimalar bo'ladi? Bolalarni qanaqa bolalarning hayotida o'zgarishlar bo'ladi. 12 yoshli bolada ham boyagi podrastkoviy davr deymiz-ku, eng avjiga chiqib, har xil ichida kechimlar kechayotgan, organizmida har xil o'zgarishlar bo'layotgan davr. U bolaga oson emas. Ayniqsa bu yoshdagi bolalardachi o'rtoqlarini oldida urishib so'ksangiz, juda ham qattiq ta'sirlanadigan davrida oriyati kuchli bo'lib qoladi. Uyat kuchli bo'lib qoladi. Kimisini bir yaqin o'rtog'ini oldida urishib qo'ysangiz yo bir qattiq gapirsangiz, uni ko'tarishi qiyin bo'ladi. Mana shunaqa davrda u bolalar. Xullas, bu bolaga nima bo'lgan ekan desangiz, maktabda o'sha yosh kattaroq ustoz ekan, ayol ustoz, ayol kishiga ona, u ham ona. Bitta sinf o'quvchilarni oldida urgan. Nima qilgan u bola? Darsga kech kelganmi? Keyin boyagi ustoz hammani oldida sumkalarni ag'darib ko'radigan odati bor ekan. Qani sumkangni porядкami, porядка emasmi deb. Ustoz degan porядкaligiga qaramasdan bilimini bersin, bilim bersin. Qani porядкami, porядка emasmi deb to'kkanda, xullas sumkasi tartibsiz bo'lgan, kerak-nokerak narsalar bo'lgan. Endi 12 yoshli bolani sumkasida nima bo'lishi mumkin? O'yinchoqlari ham bo'lishi mumkin. Xullas, boyagi sinfdoshlarini oldida, ayniqsa qiz bola sinfdoshlarini oldida boyagi endi yigit uyalganda, ya'ni o'sha videoni polni ularni Telegram kanallari bo'lar ekan, sinfdoshlari, ota-onalari qo'shilgan, ana o'sha kanalga falonchini sumkasi deb tashashgan. Ham boyagi ustozi hammani ko'z o'ngida savalagan bolani. 15 martami, 18 marta o'sha maxsus xonada nimalar turar ekan, tayoqlari haligi bilan urganlar. Bolachi hatto qochib ham ketmagan. Oriyatli bo'lgan, chunki как будто men kaltaklarga chidab beryapman deb qizlarning oldida turib berganda, bolaning psixologiyasi shunaqada. Ba'zi bolalar bo'ladi, qochib ketadi. Uni ham o'zini alohida xarakteri. Ba'zi bolalar bo'ladi, shu bilan o'zini hammaga ko'rsatmoqchi bo'ladi. Mana men kaltakdan ham qo'rqmay turibman deydi. Endi yana masalani bir tomoni bo'ladiki, boyagi bolani uyda ota-onasi ustozingning gapiga kir, aytganini qil, ko'ziga tik qarama, shunaqa gaplarni uqtirgan bo'ladi.
и otasidan onasidan ozgina hayiqqan bola bo'ladi. Shuning uchun ham boyagi joyda turib bergan. Haqiqatdan ham videoni men oxirigacha ko'rsam, boyagi o'sha 12 yoshli o'zini o'zi osib qo'ygan bolani onasi yig'lab gapiryaptilar-da. Har doim men aytardim, ustozingni aytganini qilgin, ko'ziga tik qaramagin, nima desa qilgin, o'zing yomonsan deb doim ta'kidlar ekanlar. Yomonlik qilsang adangga aytaman. Onajonlar, aziz onalar, bu qadar befarq bo'lmayni bolangniga, qanaqa qiynalib dunyoga keltirgansizlar. Hech kimga aziz bo'lmasa ham sizlar uchun aziz-ku shu bolangni. Adangga aytaman, amakingga aytaman, falonchiga aytaman deyish noto'g'ri. O'zingni gaplashingni sekingina o'ziga shunaqa qilib ta'kidlamasdan adasi bolamizda shunaqa kechirmalar bo'lyapti. Nima yo'l tutsak bo'ladi, bir gaplashib ko'ring degan bir uslublarni deydimi, metodlarni shunaqalarni qo'llab ko'ringni. Boyaga o'sha o'zini osgan bola bechora Alloh rahmat qilsin. Endi o'zidan nima kechgan o'zi biladi. Birinchi navbatda bu yerda men bir tajribali ona sifatida ham bolalar psixologi sifatida shu narsani analiz qildimki, bola birinchi navbatda sinfdoshlarini oldida, ayniqsa qiz bola sinfdoshlarini oldida kaltak yegani uchun qattiq uyalgan. Ikkinchi navbatda boyaga onasini ustozing aytganini qil degani turibdi. Ya'ni otasidan qo'rqish turibdi. Do'sti yo'q-da oilada. Nima qildi? 12 yoshli kichkinagina bola undan ko'ra o'lganim yaxshi deb og'ilxonada o'zini o'zi osib qo'ydi. Shunaqa gaplar. O'shanga aytamanki, boyagi menga yozgan onaga balki ko'rayotgandirlar. Bunaqa deb yozadiganlar juda ham ko'p. Azizlarim, biz onalar farzandli tarafida bo'lmasa kim bo'ladi? Kimga kerak bizni bolamiz? Qo'rqitishlar bilan, kimgadir aytishlar bilan emas, chiroyli suhbatlashib, farzandingiz bilan do'st bo'lib, yo'l yo'rig'ini qilsak ham bo'ladi. To'g'rimi? Yaxshimisizlar? Asosan bu yerda farzandlari yosh ota-onalar bo'lishi kerak. Yana shu farzand tarbiyasi haqida so'raganinglarda, mana shu akkauntimdagi deydimi, mana Instagram sahifamdagi videolarni bir qurib ko'rsanglar, shu yerda ham qisqa berib boraman. Qo'limdan kelganicha. Savollaringiz bo'lsa, bemalol shu yerda ham beraveringlar. Mana shu yerda ham javob berib ketamiz. Mana xabaringiz bor, kechagina 7-avgust kuni Qahramon bolajonimning tug'ilgan kuni bo'ldi. Asosan bizda tug'ilgan kunlar, qanaqadir bayramlar, tadbirlarimiz bo'lsa, oilamizga tegishli albatta oila davrasida o'tkazamiz. Oila davrasida nima deydi, katta dabdabalarni ham u qadar yoqtirmaymiz. Kichikroq oila davrasida, chunki baribir tug'ilgan kunlar ham oilaviy bayram-ku. Oila davrasida. Shuni endi Shahnoza bolam darobda u shunaqa videolarga olib Instagram sahifasiga joyladi. Juda ham chiroyli video chiqibdi. Hamma o'zini fikrini bildirdi bunga ham. Hamma tabriklaganlarga rahmat, bolajonimni bee'tibor qoldirmasdan tug'ilgan kuni bilan tabriklaganlaringiz uchun ham rahmat. Endi u yerda albatta juda ko'pchiligingiz ko'rdingiz. Nima desam bo'ladi? Shu Shahnozaga bir nima deydi, nojo'ya fikrlar bildirishganda, bitta Azizammi degan qiz, kelindir balki o'zini ismi umuman boshqadir. Nima deganlar?
ota-onangizga hadeb kelaverasiz, kelinlar ham bezor bo'lgandir, nimadir mana shunga o'xshagan fikr bildirganlarda, shu fikr bildirganlar uchun ham rahmat deyman bu kuzatuvchimizga. Chunki mana shu negativ gaplarini orqasidan mana shu video rekka chiqib ketib qoldi. Juda ko'p odamni ko'rishdi. Endi bu yozgan odamni ham to'g'ri tushunish kerak. Chunki azaga borgan xotin o'zini dardini aytib yig'laydi deyiladi. Bu kommentariyani yozgan inson ham o'zini kechinmalarini yozib yuboradi-da, o'zini ichidan o'tayotgan bir holatini yozadi. U ham kelindir. Kelin bo'lganda ham yuragi tor kelinga o'xshayapti. Chunki qizlar ota-onasinikiga bormasdan qayerga boradi? Ana o'sha nabiralar bobosi, buvisinikida yayrab, yashnab yurmasa qayerda yuradi? Ayniqsa bizni oilamizga keladigan bo'lsak, bizni oilamizda mana shu farzandlarimizni bir-biriga chambarchas bog'lab tashlashlik uchun ham havas guruhi qilib adasi ikkalamiz tuzganmiz. Boshidan bizni nima deydi, rejalarimiz ham mana shu farzandlarimiz ishi, faoliyati bitta joyda bo'lsin, bir-biriga bog'liq bo'lsin, bir-biridan ajralib ketmasin. Bularga butun dunyoni havas kelsin. Shunaqa bir oila, shunaqa bir guruh tuzish niyatimiz bo'lgan. Behisob shukr, niyatlarimizga ozmi, ko'pmi erishib turibmiz. Endi bizni uyimiz borki, yashab turgan uyimiz, ofis, maktab bu yer. Katta bir maktab. Shu maktabning ichida biz ham yashaymiz, joylashib olganmiz. Bir qismida Nilfarxon bo'lam, bir qismida Gulmiraxon bo'lam, Dostonbek, o'sha hammasi o'zining oilasi bilan, bir qismida biz adalari bilan. Mana shu ofisning ichida yashaymiz-da xullas. Mana shu yerda Shahnoza bolamni ham o'zini faoliyat olib boradigan alohida qismini ajratib berganmiz. Qaranglar-da, endi mana o'g'illarimga eng zo'r qismi uyni, eng zo'r qismi birinchi etaj, ikkinchi etaj. Qizimga eng o'sha 3-qismi, mansardni, tom qismi, o'sha keraksiz bo'lgan joyni mana shu qizimizga deb ajratib berganmiz. Maktab hisobida. Bu yer maktab-ku. Endi mana shu Shahnoza bolamizni o'zida bor ekanki, o'sha tom qismini bo'lsa ham rivojlantirib, gurkiratib yotibdi-da. Eng ko'p o'quvchilar mana shu bolamda. Ikkinchi qavatda Nilfarxon bolam faoliyat yuritadi o'zining oilasi bilan. Birinchi qavatda Gulmira bolam yashaydi. Yana bizda podval qismimiz bor. Podval qismida asosan musiqaga moslashtirib qurilgan, ya'ni o'sha ovozlar, baraballar, hamma narsa chalinganda tashqariga chiqmasin, ovoz eshitilmasin. Qo'ni-qo'shnilarimiz bor, ichida o'zimiz yashaymiz. Shuning uchun muzikalniy darslar hammasi podval qismida bo'ladi. Bu degani Shahnoza har kuni bu yerga ishga keladi. Ishi shu yerda, ishi. Xohlasa ham, xohlamasa ham yakshanbadan tashqari har kuni, haftada 6 kun mana shu yerda va dars o'tgani kelganda albatta biz bilan ham ota-onasi bilan, aka-ukalari bilan, kelinlari bilan salomlashib, keyin darsiga o'tib ketadi. Tug'ilgan kunlarda bo'lsa, tabiiy keladi. Keyin mana Gulirayxon nabiramiz, Faridaxon nabiramiz behisob shukr dasyor bo'lib qolishgan. Bular shunaqa dasyorki, Nilufar bolam ham, Gulmiraxon qizim ham, voy Gulirayxon, Farida Asiyaga qarab tur, Alixonga qarab tur, yo bo'lmasa Umarxonga qarab tur. Bular dasyor, mashilasiz nabiralarimizchi, shular yo'q bo'lsa qani deb qidirib turadi-da. Yosh bolalar baribir kichik yoshdagi bolalar, nafaqat kichik bolalar, hatto kattalarga ham hamroh kerak.
Bolalarga-ku o'rtoq judayam kerak. Bir-birisiz bular yasholmaydi. Bir-birimizsiz yasholmaymiz, birga o'ynay olmaymizmi degan kitob ham bor edi. Shu kitobni ham o'qib chiqqan edim. Xullas shunaqa gaplar. Bizni bolalarimiz bir-biridan ajra olmaydigan qilib, shunaqa rejalar tuzib, bularni bir yo'lga qo'yganmizda. Behisob shukr, hozir mana bolaligida biz buni guruh qilib ochgan bo'lsak, o'zlari katta bo'lib, to'rttalovi maslahatlashib, mana shu xususiy musiqiy maktabni yo'lga qo'yishdi. Kuchlari yetgancha, qo'llaridan kelgancha, Xudo xolasa rivojlantirib, kelajakda bir to'rttalovi birgalikda universitetlar ochishmoqchi. Ishlari shu qadar bir-biriga chambarchas bog'liqki, mana bizda hattoki yotoqxonada yotib qolib o'qiydigan o'quvchilarimiz bor. Yotoqxonadagi o'quvchilarni ham baribir har kuni ularni tartib intizomiga, yurish turishiga, hammasiga biz javobgarmiz. Buni kim nazorat qiladi? Ikkita kelinim nazorat qilishadi, Nilfarxon, Gulmiraxon. Maktab boshqarish sohasi hammasi bular avval 4 kishi bo'lgan bo'lsa, mana hozir 6 kishi, katta kuch bular. Oila o'zi katta kuchda. Kelinlarim ham bularga mana shunday chambarchas bog'liq yordam berishgan. Endi videolar qo'yish masalasiga keladigan bo'lsak, har xil videolarni nima uchun qo'yishadi? Shu maktab rivoji uchun, guruh rivoji uchun, yana ham bizni oilamizda bo'layotgan hamma voqea hodisalarni video qilib chiqarilmaydi-ku, azizlarim. Juda ko'p bizni avvaldan kuzatib kelayotganlar juda yaxshi bilishadi. Shu to'rttala bolam bir-biriga bog'liq, hamjihat, unga yana kelinlar ham qo'shilib birgalikda ish olib borishlarini. Shunaqa gaplar. Voy bu juda ham ko'payib ketdik. Hammangizga rahmat, shunchalik hurmat qilib sizdek bo'lishni orzu qilaman. Mana shu orzu zo'r narsa-da. Orzusiz o'zi yashab bo'lmaydi-ku. Mana biz ham adasi bilan yoshligimizdachi faqat orzu qilardik-da, mana shu havas qilardik. Yaxshi ma'nodagi havas, u xoyu havas emas. Xoyu havas u juda yomon narsa. Endi havas, orzu bu bir-biriga yaqin narsa. Masalan, shundoq ko'rib, voy bu nimaga kelaveradi, nimaga har kun ota uyida emas, havas qiling, orzu qiling. Qani edi mani qizlarim ham turmushga chiqib ketgandan keyin, misolda qizlaringiz bo'lsa, tez biznikiga kelsa, didoriga to'yib tursam, ko'rib tursam degan bir niyatlarni, orzularni dilingizga tugib qo'ysangiz, Alloh ko'rguvchi, bilguvchi. Farishtalar amin deb qo'ysa hech gap emas-da. Farishtalarning aminiga tushib qolsangiz bo'ldi. Shuning uchun faqat yaxshi narsalarni niyat qilaverish kerak, orzu qilaverish kerak, Allohdan so'rayverish kerak. Beradi. Deb yomon narsalar, voy nimaga keliningiz uyga borganini qo'ymaydi, voy nimaga kelinlaringizni uyiga yubormaysiz, voy sizlar qayerdan bilasizlar? Kelinlarim uyga boryaptimi, bormayaptimi? Bir men birga borib qolsam, shuni video qilib olaman. Boshqa payt kelinlarim juda bloger emas-ku, uyga borganini ham olib qo'yaversa. Men behisob shukr qilamanki, mana shu kelinlarimni juda endi ayrim man degan mashhur san'atkorlarni kelinlari nima ishlar qilib borishyapti-da. O'shaning uchun hayotda ko'rsangiz fikr qilaverar ekansizda. O'sha san'atkor, bir Alloh alohida bir iqtidor bergan farzandlar bo'ladi-ku, ana o'sha farzandlarga kelin tanlashda, kuyov tanlashda bir o'ylab, o'sha san'atini qadriga yetadigan bir insonlarni tanlash kerak ekanda. Shoshilinchda o'g'lim tanlabdi-da, shunaqa chiroyli ketib borgan qiz ekan, o'zi ham san'atkor ekan deb kelin qilish yaramas ekan.
farzandingiz Alloh yuqtirgan bir iqtidori butun nima desam bo'ladi, O'zbekiston kerak bo'lsa butun dunyo uni yaxshi ko'rib, sevib, qadrlab turgan bir paytda kelin chiqib olib o'sha xonadonni yomonlab turibdi. Yaxshi emas, bu juda ham xunuk holat. Ana o'sha kelinlar keyinchalik shunaqa pushaymon bo'ladi, qanaqangi oiladan, qanaqangi insonlardan voz kechgani uchun. Ko'ryapmiz-da, o'zini ham ko'rayotgan bo'lsangni kerak. Endi o'sha oilani o'sha darajaga yetishi oson bo'lmagan. Qancha mehnat, qancha mashaqqat, qancha qiyinchilik bilan oilanimda tiklab olib chiqsa-da, boyagi kelin nimalardir qilib, internetlarga chiqib gapirib, yomon ishlar qilib yuribdi-da. Insof bersin shunaqa kelinlarga ham. Unaqangi kelinlarni oldidachi, meni kelinlarim ilohim oxirigacha shundoq bo'lsin. Tilloga tengda. Ota-onasiga rahmat bunaqa kelinlarni. Umri uzoq bo'lsin. Juda yaxshi qizlar. Inson, biz ayollar, biz onalar, qo'pol qilib aytganda biz xotinlar qachon inson o'rnida ko'rilamiz, qachon bizni boshqa odamlar hurmat qiladi, qachonki bizi erimiz zo'r bo'lsa-da, zo'r bo'lsa. Hech qachon voy palonchini xotini zo'r deb turib bizni oilamizni hurmat qilib qo'ymaydi. Bizi erimizni, turmush o'rtog'imizni hurmati zo'r bo'lgandagina biz ayollarni hurmatimiz keyin oshaveradi-da. Chunki u kuchli erkakni orqasida kuchli ayol turibdi deyiladi-ku. Voy qizlarjonlar, kelinjonlar, shuni bir kitoblarni o'qing-a. Shundan ham bilib olsa bo'ladi-ku, kuchli erkakni ortida kuchli ayol turadi. Bu degani ayol birinchi o'ringa chiqyapti. Ayol kuchli bo'lgani uchun eri birinchi planda. Ba'zi hozirgi o'sha yosh kelinlar bor-ku, yosh kelin ham emas, 2-3 bolali bo'lgandan keyin ham oy deb turib birinchi planga chiqqisi kelgani uchun ham o'sha xonadonni demay chiqib ketyapti. Sen eringni parvarish qil, kiyimiga qara, chiroyli qilib ishga kuzat. Ki o'zingni ishingga ham chiroyli borib ke, обязательно man degan narsani birinchi planga qo'yish yaxshi emas. Man emas, biz shu oila turibdi. Oila. Ko'pincha mana shu san'atkorlarning oilasida umuman shunaqa bo'ladiki, san'atkor bo'lib shuncha million odamlarning ichidan bundoq xalq nazariga tushib qolish oddiy narsa emas. Bu katta mehnat, katta energiya, katta charchoqlar evaziga keladigan narsada. Masalan, o'sha turmush o'rtog'i energiyasi yuzmasda 20% bo'lib kelganda boyagi xotin mayli, uniki ham yuzmas. Hech bo'lmaganda 80% da erini kutib olib, umuman kutib olishmas, birga hayot kechirish jarayonini olib borsa, bir kun keladi-da, ikkalasini boyagi energiyasi 50-50 bo'lib qolishi mumkin. Bir kun keladi-da, boyagi ayolniki 0 yoki 20 bo'lsa, eriniki baribir 100 bo'la olmaydi-ku, 80 bo'lishi mumkin. Bir-birini qo'llaydi. Oila degani shu degani. Oila degani biri undoq, biri bundoq bo'lganda qo'llash degani. Ayniqsa biz ayollar, biz xotinlar ko'proq qo'llashimiz kerak. O'shandagina oila bo'ladi, eringizni ishi zo'r bo'ladi. Bizga nima kerak? Erlaringizni ishi zo'r bo'lishi uchun siz chiroyli qo'llab tursangiz bo'ldi ekan-ku. Shuning uchun ko'p ko'rib, fikr qilasiz, bir kishini ko'rib shukr qilasiz.
Shukr qilganimiz yaxshi. Endi yana nima deyman? Aha. Chachvalay. Uyimiz ham shunaqa qasr emas endi. Nima deydi? Biz juda ham kamtarlikni yaxshi ko'ramiz. Kamtarona hayotni yaxshi ko'ramiz, lekin endi qasr uy emas, qasr debsizlar. Nima? Uy emas, koshona debsizlar. Aslida bizni uyimizchi juda ham Toshkentda mana shaharda 4 sotikda, 4 sotikka ham yetmaydi. 308, ikkita hovli olgan bo'lsak 308, 308. Kichkina juda ham. 4-8 sotik deylik. Kichkina bo'lgani uchun ham bu yerda maktab bo'lgani uchun biz o'sha baland qilib qurishga majbur bo'lganmiz-da, 3 etajli qilib, baland qilib qurmasak, hamma narsani joylashtira olmas edik. Adalari Rustam Ermatov o'sha chizmasini chizib, ming xil uslubda qilib ko'rib, u qilib, bu qilib, oxiri shunaqa uslubda qurishni chizmasini chizib chiqqanlar-da. Hammasini o'ylab, joy-joyiga qo'yib, o'shaning uchun baland bo'lib ketgan. Aslida biz qaniydi katta 20 sotikli yerlar bo'lsa edi, biz ham yoyvorib qursak. Shuhratjon kuyov bolamga Samarqandga uy qurishdi-da, o'sha o'zlarining eski hovlilariga qudamli rosa katta qilib uy qurishdi. Shuhratjonga rosa aytdim, kuyov bolamga, voy Shuhratjon, etaj qilib qurmayni, past qilib yoyvorib quringni, chunki ularda yer juda ko'pda, 40-50 bilmayman, 100 sotikmi bo'lsa kerak. Boyagi joyga endi ular etajli qilib qurishdi, baland qilib. Bu ham endi bir havasdir, orzudir, mayli, lekin endi mana ichida yashab ko'rib, bilishayotgandir ham etaj uylarni tepa etajlari baribir odamga noqulaylik tug'diradi-da. Issiqda issiq, sovuqda sovuq, albatta konditsionerdan foydalanish kerak. Konditsioner bo'lsa, borib yoshingiz o'tgan sari, katta bo'lgan sari konditsioner ham yoqmay qolar ekan, odamni kasal qilar ekan. Mana adalari shu konditsionerda o'tirib, adasida xo'jayinimlar. Rosa qattiq mazalari bo'lmadi. Xudoga shukr, mana kechadan yaxshi bo'ldilar. Konditsioner mana shu qo'lni urib tashagan, o'tirayotganlar isib ketib, anaqa rosa yomon shamolladilar. Shunaqa o'tish qiyin bo'ldi. Bir hafta o'zim ishimga ham chiqmasdan qaradim. Xudoga shukr, yaxshilar. O'shanga aytamanki, agar meni tinglab turganlarning ichida bir katta sotik yerlari bor, uy qurish oldida turgan bo'lsangchi, bir qavatli uylarni yoyib qurib yuboringlar, yoyib. O'rtada o'sha ekinlarga ham joylar qolsin. Etaj uylarchi keragi yo'q. Menga qo'ysa aytaman, qaniydi yerimiz katta bo'lsa, yerga yoyib yuborsak. Joy torligi uchun, shaharda odam ko'pligi uchun etajli qurishga majbur bo'lganmiz. Hali vaqti keladi, hali yana rivojlanishlar, o'zgarishlar bo'ladi-da, bundan ham balandlab quriladi. Rahmat, hamma yozyapganlarga rahmat. Juda ko'p yozyapsizlar. Tez o'tib ketyapti. Bularni o'qishga ham ulgurmayapman. Vaqtingni ayamasdan shunchalik yozyapganingiz uchun ham rahmat. Sog' bo'linglar. Ilohim hamma onalar, ota-onalar umuman farzandini rohatini ko'rishsin. Eng keragichi farzandlardan bersin ekanda bu hayotda. Eng keragi shu. Kelin o'zini uyga bormoqchi bo'lsa, kimdan ruxsat so'rashi kerak? Sizning fikringiz muhim debdilar. Qarayni, qizlarim, asal qizlarim, o'rgilib ketay sizlardan. Uyingizga borgingiz keldi deylik, eng yaqin odamingiz eringiz.
xo'jayiningizga ayting, adasi, uyga borib kelayman, juda ham sog'indim deng. Turmush o'rtog'ingiz sekingina ota-onasiga bildirish beradi. Nima desam ekan, magli chiqib turib, men uyga borib kelaman deyisham xunuk ko'rinsa kerak. Eringizga aytasiz, eringiz keyin ota-onasiga aytib, aya dada, keliningni uyga borib kelsin desa yaxshi-ku. Menimcha shunaqa bo'lgani yaxshiroq. Masalan, oddiy mana bizning oilamizda hamchi, hattoki mana o'g'illarim hech qachon adasiga primo 100% bitta gapini aytishmaganda, ayajon, adamga buni ayting, shunaqa qilsak maylimi deyishgan, misol uchun. Men ularga adasiga yetkazuvchiman, chiroyli qilib yetkazaman. Siz ham turmush o'rtog'ingizga ayting, turmush o'rtog'ingiz ota-onasiga aytadi. Baribir uyda birga yashalgandan keyin kattalar bilan fikrlashish kerak, kattalar bilan nima deydi? Kattalar bilan kelishish kerak-da. Bu hurmat, bu izzat. Qayda qoldi hali bizni kattaga hurmatda, kichikka izzatda bo'ling degan naqllarimiz, Mana shu kattaga hurmat degan narsa. Ular ham chiroyli qilib sizga ruxsat berishadi, bu izzat bo'ladi. O'rgilay. Shunaqa qilish kerak. Bu dunyo murosa dunyo. Murosa qilib yashash kerak. Bu dunyo murosa dunyo, qizlarim. Baribir yosh qizmisizlar, kelinmisizlar, bir oilani bekasi bo'lasizlar-da. Bir etak farzandni Alloh nasib qilsa onasi bo'lasizlar. Mana shu farzandlarni yo'lga qo'yish uchun ham ilmli, bilimli, nima desam bo'ladi, ozgina sabrli, oqila ayol bo'lish kerak-da. Hammangizga rahmat. O'tib ketyapti, to'g'ri. Hozirgi kunda bir-biridan uzoqlashib ketyapti tug'ishganlar. To'g'ri. Juda ham hayot tezlashib ketganda, ota-onanikiga borib, suhbatlashib, o'tirishlar ham aka-ukalar yig'ilishib kamayib ketganda, endi shu bir to'lgan kunlar, yana nima desam bo'ladi, haligi to'ylari bo'lgan kunlar bo'lib qoladi. Mana shu kunlarda aka singillar maza qilib gaplashib o'tirsa, kelinlar qo'shiladi. Kelinlar ham o'zini uyida baribir tug'ilgan kun bir nimalar bo'lsa, maza qilib borib o'tirib keladi. Bu dunyoda yolg'iz hech kimsiz yashash baribir g'alati-ku. Bu bo'lish ham mumkin emas. Shu kelinlar ozgina yuragini kengroq qilish kerak-da. Ozgina yuragini kengroq qilib, endi aytaman, bizniki-ku maktabga Shahnoz kelgan bilan ham rovi ko'rishadi. O'shani ham lik qiladi, videoga oladi, chiqib ketadi 3-qavatiga. Hammasini joy-joyiga qo'yib, mana Faridaxon bu yil maktabga chiqadi, Ra'noxon kichkina bo'lib bog'chaga boradi, xususiy bog'chaga bergan. Behisob shukr, o'zini o'zi eplayapti. Kelinlarim ham o'zini farzandlarini katta qilib, o'zlarini o'zlari eplashyapti. Hammangizga sog' salomatlik, omad tilayman. Hech ham bunaqa dunyoni qizg'anmaylik bir-birimizdan. Dunyoni qizg'anib nima qilasizlar? Misol uchun anu kuni bir nimadan xafa bo'ldimda, mashinada o'tib ketyapsak, tobutni olib ketishyapti-da, katta yo'ldan. Qabristonga yaqin joyda edik. Mana shu nomi nima edi? Mahallamiz teparog'ida qabriston bor. O'sha duxobalaga o'ralgan tobutni lambillatib olib ketishyapti. Hammamizni bir kun borar joyimiz shu bo'lgandan keyin
Dunyoni qizg'anib nima qilamiz? Sherali Jo'rayev qo'shiqlar bor edi yoshligimizda. Juda yaxshi ko'rib eshitardim, shunaqa yaxshi ko'rib eshitardim. Dunyoni qizg'anma mandan azizim. Sen kechgan daryodan kechmasman aslo. Sen yurgan yo'llardami, sen yurgan tog'larda qolmagay izim. Sen borgan manzilga bormasman aslo. Balki xato aytgandurman. Mana shunaqa qo'shiq bo'lardi-da. Dunyoni qizg'anma mandan azizim deb boshlanardi. Qizg'onmayna bir-biringizdan dunyoni. Erinani ham aka, uka, opa singlisidan qizg'onmayna. Onu o'sha qizg'onadiganlar keyin chidamasdan yozib tashlaydi-da. Matluba opa, mana mo'ychilikman, namanganliklar baribir boshqacha samimiy bo'lishadi. Siz ham shundaysiz. Rahmat. Samimiy, yaxshi insonlar O'zbekistonimizni hamma burchagida topiladi. Baribir gap qayerligimizda emas, gap insonni mana bu yerida, qalbida. Shunaqa. Keyin yana shunaqa narsani sizlarga aytmoqchi edimki, Ibn Sinoni kitoblarini o'qiganmisizlar? Ibn Sino bobomiz aytadilarki, qachon odamga qarilik keladi? Harakatdan to'xtaganda. Harakatdan to'xtasak bizga qarilik kelar ekanda. O'shaning uchun harakat qilaverishimiz kerak ekan. Yana hozirgi uchoniylar man degan olimlar fanda isbotlashdiki, uni tadqiqotlar qilib ham isbotlashdiki, mana shu uy yumushlarini qilamiz-ku, maishiy harakatlar deyiladi. Uydagi uni u yoqqa olib qo'yamiz, buni bu yoqqa olib qo'yamiz, idish tovoqlarni boyaga shiddat bilan yuvamiz, pollarni aritamiz, supuramiz, pilisos qilamiz. Umuman uy yumushlarini qilgan insonlarda sog'lik ish qilmay yurgan odamlarga qaraganda zo'r bo'lar ekan. Sog'ligi a'lo darajada bo'lar ekan. Chunki qon aylanishi tabiiy. Ovqat hazmi tabiiy zo'r bo'lar ekanda, sportga chiqamiz u zalga, undan ham zo'r bo'lar ekan. Sportga, zalga chiqqanlar misol uchun oddiy ozishga bog'lab olinsa hamda, ozish men bu sport bilan muntazam zalga chiqib turib 2 soat shug'ullanganlar ozishiga 15% ta'sir qilsa boyaga sport mashqlari. Uyda maishiy yugur xizmatlarni qilganlarniki 25-30% tashkil qilar ekan. Uy ishlarini qilgan yaxshiroq ekanda. O'shanga uy xizmatchilari bormi degan savolingizga men uy xizmatchisiman. O'zim uy xizmatchisiman. Men hech qachon kelinlarimga yoki qizlarimga yoki o'g'illarimga ish buyurish haqida o'ylamayman. Menchi ishni o'zim qilish haqida o'ylayman. Maktabimizda o'qiydiganlar, kelib ketuvchilar, ko'chadan o'tuvchilar, mana shu bizni yotoqxonamizda yotib qolib o'qiydigan qizlarimiz ham biladiki, hamma yumushni o'zim qilishga harakat qilaman. Ana o'sha uy xizmatkori man, azizlarim, man. Bir olishimiz mumkin. Mana endi hovlilarni, bruschatkalarni kimyoviy narsalar bilan yuviladi. Kimyoviy narsalar bilan yuganda endi uni bilmasdan bir sog'ligimizga zarar yetib qolishi mumkin-da. Ana o'sha payt xizmatchilar olishimiz mumkin. Lekin boshqa paytdagi xizmatlarni, yumushlarni kelinlarimdan ham, qizlarimdan ham, bolalarimdan ham qizg'anaman. O'zim qilgim keladi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Voy, yosh ko'rinasiz, voy, semirmaysiz. Bularni siri nimada? Mana sizlarga ochdim. Men xizmatkorman uyimda. O'shaning uchun shunaqaman. Sizlar ham harakat qilinglar, sog'misizlar? Yotib qolgan kasal emasmisizlar? Allohga behisob shukrini qilinglar.
Ha, qurib ketsin. Tanish bilishlarimiz bor, yor birodarlarimiz bor, qarindosh urug'lar bor. Eshityapmiz. Voy, bitta kichkinagina xonadonda u qildi, bu qilmadi. Ana u qildi, men qildim. Bu nima degan gap? Ayol kishi uchun, nima degan gap? U qildi, bu qilmadi. Voy, baraka topkurlar, bittayni yosh bolang bormi? Ay, bittang qilaver. U bolaga qarash, bolani katta qilish o'zi alohida mavzu-ku. Eng muhimi birinchi planda, birinchi navbatda ana o'sha bolani katta qilib olish emasmi? Ish birinchi o'rinda turadimi? Hovlini burchatkasini sovullab yuvish yoki parashoklab yuvish birinchi planda turadimi? Bola muhim emasmi? Qaynonamlar, onajonimlar, men o'sha qahramon tug'ilganda doim menga aytardilar-da, birinchi o'rinda bola qizim. Men ham rosa tozalikka qarardim-da, ishimni qilib qo'yay, uni qilib qo'yay, hovlim tozalab qo'yay, o't chiqibdi, o'tlarni yulib qo'yay deyaverardim-da o'sha qishloqda, o'n hayotdagi hovlimizda. Keyin qahramon bolam yig'lab qolsa, qaynonamlar aytardilar: "Ho'y, Matlubaxon, birinchi o'rinda bola turadi. Keyin ish bo'ladi. Yaxshi ham ish deyilgan. Chuv deyilsa bormi?" deb kulib qo'yardilar. Ya'ni o'sha eshak minganda ish desa to'xtarkanda, chuv desa yurarkan. Onajonim, qaynona onam shunaqa derdilar-da. Birinchi o'rinda bola. O'shani men ham o'zimga olganman. Kelinlarimga doim aytaman. Birinchi navbatda bolangizga qarang. Turaversin, qo'ying. O'zim qilib qo'yaman. Siz bolangizga qarang. Uni o'rniga men qilganim bor-ku, meni yoshartiradi. Alloh bergan umrni yashaymiz. Katta gapirmayman. Alloh bergan umrni yashaymiz. Lekin ana o'sha Alloh bergan umrda mazza qilib, harakatlar qilib, harakat qilsangizchi, ishlarni qilsangizchi, qorin ham zo'r ochadi. Tiqilib turmaysizda, qorningiz ochadi. Yaxshi ovqatlar yeysiz, sabzavotlar bilan, ko'katlar bilan. Hayotni sevish kerak ekanda. To'g'risi, men hayotga qanaqadir to'ymayapman-da. Hamma narsa qilgim keladi. Hamma narsalarga ulgurgim keladi. Orasida allomalar, buyuk zotlar 20 varo bo'lsa ham kitob o'qi degan deb bir 20 varo kitob o'qigim keladi. Hammasiga ulguryapmiz-da, ulgursa bo'ladi-da. Faqat o'tirib olib kimdir videosini ko'rib mayli ko'rish kerak, ibrat olish kerak, yaxshi narsalarini olish kerak, yomonini otish kerak. O'tirib olib darrov yomonlab yozib kimdir dilini og'ritish yaxshi emas. Havas qilingni, orzu qilingni, Allohdan so'rayni, beradi. Mana shu bizni oila isbot, yaqqol misol, isbot. Baraka topkurlar, yosh kelinlar. Insof bersin sizlarga ham, aql bersin sizlarga ham, hammangizga. Insof bersin deganimga xafa bo'lmayni. Nima deydi? Bir kishini havoga haligi gaplari bo'ladi-yu, ashunga likitib uchib qolmaydi-da. Meni oilam, meni yaqinlarim kim u, bu kim? Hozir shunaqa bo'lib ketyapti-da. Kimdir bundoq qilib qitiqlab qo'ysa, ana o'shanga taraf qarab ketadigan bo'lib qolyapti-da yoshlar. Buning uchun bolalarim kitob o'qish kerak. Kitob o'qisangni, keyin shunaqa gaplarga og'ib ketmaysizlar. O'zingizning hayotingizni mahkam ushlayni. Yangi kelgan oilangizni mahkam ushlab mehr beringni. Hech kim yomon kelin bo'lib kelmaydi deysizlar. Hech kim yomon qaynona, qaynota bo'lay deb ham kelin olmaydi. Bir dona kelinga butun boshli oila ko'nikish kerakmi yoki butun boshli oilaga bitta kelin
ko'nikib kelishib yashash kerakmi? Shuni ham o'ylab ko'ringlar. Hozirgi kunda manga qarash kerak deyapsizlar-da kelin poshshalar. Agar boshida sizlar ana o'sha oilani mehrini qozonib olish uchun, o'sha yerda tup qo'yib palak yozish uchun ohista yashab, sekin sharoitlarni o'rganib, o'sha oilani tutumini o'rganib, bularga nima yoqadi, nima yoqmaydi, sekin harakat qilsangiz borku, ozgina paytdan keyin siz ana o'sha urovingga chiqasiz. Sizga nima yoqadi, nima yoqmaydi, ana o'sha javob berish keyinroq keladi. Tushunyapsizlarmi? Ungacha sizlar ularga yoqadiganini qilib borasizlar, keyin taqdir, o'sha hayot yo'llari bunga javoban sizlarga yoqadigan narsani beradi. Tushuntira olyapmanmi? Shunga o'xshash savollarni ham juda ko'p bergansizlar-da, juda ko'p. Javob olayotgan bo'lsanglar, men xursandman. Shunaqa gaplar azizlarim. Vaqtam allamahal bo'lib ketdi. 8 da boshlaganmiz, 9 bo'lib ketdi. Lekin savollaringiz arimayapti. Juda ham ko'p. Shunchalik vaqt ajratib savollar berayotganlaringiz uchun ham rahmat hammangizga. Voy bu. Lekin o'qishim juda ozgina qiyin bo'lyapti-da. Telefonni pastga qaratib o'rnatib qo'yibman. 8:30da ana kelinlarimni fitness mashg'ulotlari ham tugab, mana bolalarini olishdi. Hammasini eshitib, mana eshikdan ovozlari kirib turibdi, bilib turibman. Bolalarini olishgani uchun ham xotirjam bo'ldim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni rosa havas qilaman. Voy, o'tib ketyapti. Havas qilaman farzandlaringizga, kelinlaringizga muomalangiz. Ilohim men ham sizdaqa qaynona bo'lishni nasib qilsin debdilar. Qaynona bo'lish ham bir ne'mat. Allohga bergan bir ne'mati. Buni qadriga yetishimiz kerak-da. Hamma ham kelin olib qaynona bo'la bermaydi-ku. Bu ne'matni qadriga yetishimiz kerak azizlarim. To'g'rimi? Ajoyib beg'ubor ayolsiz. Kelinlaringizga havas qilaman. Ilohim meni ham shunaqa kelinlarim bo'lsin. 2 ta o'g'lim bor. Ilohim, Allohim niyatlaringizni eng afzallarini bersin. Alloh ko'rguvchi, bilguvchi zot. Nimani niyat qilsak, eng afzallarini bersin. Opajonim, sizdan Allohni kutaman. Voy, kutyapman. Men ham nabira juda tez o'tib ketyapti. Mana shu yerga hamon kutyapman. Men ham nabiralarimga aytardim-da, nasib Allani kutaman debdilar. Allami? Voy, Allani-chi, aziz onajonlar, yosh onajonlar, mana shu ichingizdan keladigan gaplar bor-ku, bolangizga allaqilib aytib beraverasiz. Allaqilib aytib beraverasiz-da. Keyin agar farzandingiz 2 ta yoki 3 ta bo'lsa, qator yotishadi-ku, o'sha allangizni farzandlaringizni ham qo'shib qo'ying. Bittasini qo'shasiz, endi tengidan qo'sha olmaysiz-ku. Men hozir sizlarga misol qilib beraman. Bittasini qo'shib qo'ysangizchi, bunday e'tibor bersangiz, ikkinchisi bunday qilib ko'zini mo'ltiratib turadi. Qachon meni qo'sharkinlar deydi-da. Qachon bunday qilib turgan paytda uni qo'shib qo'yasiz. Masalan, hozir men sizlarga misol keltiraman. Men nevaralarimga ham aytaman, bolalarimga ham aytib beraman-da. O'sha holat bor-ku, bolajonlar ko'zini mo'ltiratib turgan paytda shunaqa menga zavq berardi-da, ichimdan uxlab qolsa ham allanmaytib o'tirardim.
yonlariga yotib olib, u davrlarchi qaytib kelmas ekanda, qadriga yetingni, bolajonlaringni bor mahalla eshitadigan, aytib beringni, ozgina vaqtda ayamayni onajonlar, otalar ham aytib bersa bo'ladi. Mana shu allalarda ulg'ayadi-da bolalar. Mana shu allalarda ertaklarda farzandlar kamol topadi. Ana shu allalaringizda, ertaklaringizda ular tasavvuri kengayaveradi-da, o'zini xayoliga ketadi bolalar xayolida. O'sha dunyoda yashaydi. O'shaning uchun ko'p alla aytish kerak, ko'p ertak aytish kerak. Mana kechagina ham Alixon, Faridaxon, Gulirayxon uchalasi nanam bilan qolamiz. Nanajon alla aytib berasiz, nanajon ertak aytib berasiz. Menga bu rosa yoqadi. Jon deb aytib beraman. Hammaga yoqsa kerak bu narsa. Aytib beringlar, mana shu allalarda ulg'ayadi. Osmondagi uch o'rdaga alla, uchalasi ham birdaga alla. Mening go'zal Gulirayxon qizim alla, chip-chiroyli g'unchadagi alla deganimda Gulirayxon bolam deb qo'ydim-ku. Farida bilan Alixon shunaqa ko'z tikib turishadi. Qani, bizni aytadimi mana yo'qmi? Nima deb aytarkinlar? Nima deb ta'rif berarkinlar? Shu kutib turadi-da bolalar. Ishonmasanglar-chi, ikkita farzandingizni yotqizib turib, alla ayting. Aliga svetilnik qo'yib qo'ying-da, ko'rib turasiz-da. Keyin men aytaman. Mening jasur Alixon bolam alla, mard va jasur yigitdir alla, alla yo alla desam, da ko'nglim o'rniga tushadi. Mana aytdilar. Ko'ryapsizmi? Ana shu allada qatnashishi bolalar uchun qanaqa zavq beradi. Sizga bo'lgan mehri oshadi. Muhabbati oshadi. Bu narsalarni katta bo'lganingizda, yoshingiz bir joyga yetayotganda sizga qaytaradi. Bu qaytar dunyo azizlarim. Yaxshilik ham, yomonlik ham hammasi qaytadi. Xayr, endi ko'rishguncha sog' bo'ling. Alla ham aytdik, ertaga ham aytdik, hammasini gaplashdik. Xayr azizlarim. Faqat qayerdan o'chirishni bilamanmi men? Zavershit.